Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'd. Allah subhanahu wa ta'aladan madad so'raymiz. Allohning nusrati haqidagi darsimizni davom ettiramiz. Avvalambor eng muhim bir ilmlardan bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan shuki, Alloh subhanahu wa ta'ala rahmatidan odamlar muhtoj bo'layotgan har bir narsani bayon qilganligi. Hattoki Rasululloh hojatxonaga borganda ham qanday tozalanishgacha o'rgatdilar, ibodatlarda o'rgatdilar, muomalatlarda o'rgatdilar va Rasulullohning o'zlarini kelishi katta bir rahmat o'zi. Ya'ni va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dedi Alloh taolo. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun olamlarga rahmat qilib jo'natildilar. Rasulullohda biz uchun juda katta namunalar bor va Alloh taolo Rasululloh tirik paytlarida shu da'vatni boshlanishidan, vahiyni boshlanishidan to Rasululloh vafotlarigacha 23 yil davomida bizga yo'lni bayon qilib berdi. Yo'lni boshlanishi va oxiri, yo'l qanaqa bo'ladi? Eng muhim nuqtalarini, eng qoidalar biz adashmaydigan, agar unga amal qilsak, albatta yerni o'zida aziz bo'ladigan, oxiratda jannatga kiradigan yo'lni Alloh taolo bizga ko'rsatdi, bayon qildi. Sahobalarda ustilariga oyatlar tushar edi. Xuddi Jabir roziyallohu anhu aytganlaridek, kunna na'zil val Qur'anu yanzil. Biz ayollarimizga azl qilardik, ya'ni azl degani bola bo'lib qolmasin uchun urug'ini tashqariga nima qilish degani. Qur'on tushardi. Ya'ni bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsamiz, agar bu harom ish bo'lganda edi, Qur'on qaytargan bo'lardi. Masalan, Badr nimasida, asrlar haqidagi nimasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan maslahat qildilar va Abu Bakr Siddiqning maslahatlarini olib fidya oldilar. Aslida Umar roziyallohu anhuni maslahatiga amal qilish kerak ekan. Ya'ni Umar roziyallohu anhulardan masalan qatl qilish kerak ekan. Shunda Rasululloh Abu Bakr Siddiqning maslahati bilan ularni qatl qilmadilar. Fidya oldilar, keyin Alloh taolo oyatlarda nozil qildi. Mana bugun o'qigan oyatlarimizda mana aynan ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Payg'ambarni asri bo'lishi mumkin emas, to yerda kofirlarni tormor qilmaguncha asr olish mumkin emas edi. Turiduna aradad dunya vallohu yuridul axira. Sizlar dunyo matosini istab ish qilyapsizlar. Alloh bo'lsa oxiratni istaydi dedi. Lavla kitabun minallohi sabaq. Agar oldindan Alloh taoloning bir va'dasi bo'lmaganda edi. Kitob, ya'ni Alloh taolo va'dasini va Alloh taolo aytgan gaplarini yozib qo'ygan yo'l bu, xarita biz uchun. Agar shu bo'lmaganda edi, sizlarning qilgan ishlaringda alamlik azob ushlab qo'yardi dedi. Bitta shu asrlar borasidagi tutgan yo'llari uchun. Va Alloh taolo tanbih oyatlarini nozil qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun Quraysh kofirlarni da'vat qilib turgan paytlarida katta-kattalari hammasi o'sha eng Qurayshning kattalari o'tirgan majlisda, go'yoki ular ana mana islomga kirib ketaman deganday bir moyillik berib turib, o'ylanib qolib, yana ozroq gapirsam shular kirib ketadi deydigan paytiga kelib qolganda, Abdulloh ibn Ummu Maktum degan bir sahobiy, ko'zi ojiz sahobiy, "Ey Rasululloh, menga Allohning o'rgatgan vahiysidan menga o'rgating" deb kelib takror aytaverdi shuni. Endi bu majlisdagilar Abdulloh ibn Ummu Maktum kelgan majlis bularni nimasi emas, go'yoki haligi meni o'rovinim emas deydi-ku bular. Ularni mustavodagi, ularni bosqichidagi odam emas u kishi ularning nazarida. Ular yomon ko'rdi mana shu holatlarni. Keyin Rasululloh go'yoki Rasulullohga shu kishining holati yoqmadi. Yuzlarini tirishtirdi Rasululloh, ya'ni yoqtirmaganlaridan. Ya'ni Abdulloh ibn Maktumni emas, yoqtirmaganliklari, holat. Sal ozroq indamay tursa bo'lardi. Hozir eng nozik paytda bo'lyapti. Bular bilan gaplashyapman men hozir. Mana shu paytda Alloh taolo oyat nozil qildiki, abasa va tavalla an ja'ahul a'ma. A'mo kishi kelib turib u kishiga menga ilm bering degan paytda abasa va tavalla, abasta va tavallayta deb xitob qilmasdan lutfni qarang. G'oyib siyg'asida aytayaptiki, yuzini tirishtirdi, peshonasini tirishtirdi deb Rasulullohni xuddi g'oyibda aytayapti. Yuzni tirishtirdingiz, peshonangizni tirishtirdingiz demasdan abasa va tavalla deb g'oyib siyg'asida. Bu ham Alloh taoloning lutfi, Rasulullohga tanbehda lutfi bu Allohning.
Xullas, demoqchimizki, bunaqa misollar juda ham ko'p. Alloh subhanahu va taolo mana shu 23 yil mobaynida odamlarga eng kerakli ma'lumotni, eng kerakli narsani o'rgatib keldi. Shunaqangi holatda Rasululloh bizni tashab ketdilarki, o'zlari aytganlaridek layluha kana hariha. Bu yo'l shunday yo'lki, uni kechasi xuddi kunduzidek. Kecha yo'q bu yo'lda. Qorong'u narsani o'zi yo'q. Sirotul mustaqim. Sirot bu katta yo'l degani. Sirot o'zi arab tilidagi sort kalimasidan. Sarata kalimasi quyruqni yutish degani. Sarata degani lo'qqitga, quyruq qanday yutiladi? Masalan, hech nima ushlab qolmaydi-da, chaynab o'tirmaysiz, yutasiz. Sirot degani shu yurishda hech narsa xalaqit qilmaydigan keng, to'g'ri yo'l degani. Bu yo'lda hech qanaqangi bir xalaqit berayotgan narsa yo'q. Bu yo'lda birorta bir harajni qoldirmadi. Va ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj. Dinda birorta bir haraj qoldirmadi. Yengillik, osonlik, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mana shunday bir yengilliklardan, rahmatdan o'tib, ana odamlarni tarbiyalab keldi. Xullas, bu muqaddamamiz juda uzun gap, o'zi asli bir mavzu bu. Aytayotgan narsamizki, nima demoqchimiz? Hozirgi aynan bizning mavzuyimiz nusrat haqida gapiryapmiz. Alloh subhanahu va taolo nusrat haqidagi tushunchani to'g'irlab keldi doim. Hattoki hijratning 9-yilida eng sahobalar tarbiyadan o'tgan paytlar, ular nusratni ko'rgan, Badrni ko'rdi, Uhudni ko'rdi, Xandaqni ko'rdi, Makka fath bo'ldi. Hunaynda qancha nusrat bo'lganligi, ular farishtalarni ko'rdi sahobalar. Ya'ni sahobalar Badrda farishtalarni ko'rdi ular. Shu darajada bo'ldi. Ularga mo'jizalar shunday ko'rinib turdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'llarida qancha mo'jizalar bo'ldi. Qancha oyatlar, o'zlariga qancha sakinatlar tushib, Qur'on tilovat qilib turgan paytda sakinatlar tushgani. Mana shunday odamlarga tanbih o'laroq Alloh taolo aytayaptiki, agar sizlar Rasulullohga yordam bermayotgan bo'lsanglar, Alloh o'zi yordam bergan deb hijrat kunini eslatdi. Ya'ni eslatgan odamlarni qarang, kimlarga eslatyapti Alloh taolo. Demakki, bu eslatishga ehtiyoj bor degan. Alloh hakim zot, Alloh taolo bekorga misol keltirib eslatmaydi buni. Va misoliga ham Rasulullohni kofirlar chiqarib yuborgan kechani eslatdi. Bir o'zi Rasulullohni uylarini shunda qamal qilib qurollangan yigitlar kelib o'rab turibdi. Rasululloh o'shalarning ichidan Alloh taolo shunda olib chiqib ketdi. O'sha paytda hech qaysilaring yo'q deylar, yordam beradigan. Va Rasululloh g'orga borib turgan paytda g'orni eshigiga olib bordi, Alloh taolo olib bordi ularni. O'sha g'orni qanday topib bordi ular? Alloh ilhomlantirdi, Alloh taolo ularga shu ilmini berdiki, o'shangacha bordi. Demak, Alloh olib bordi ularni, o'sha g'orni eshigining tagiga Alloh olib bordi ularni. Ana shu paytda Alloh yordam berdi. Sabab o'laroq qarasangiz, nima bor Rasulullohning qo'lida o'sha paytda nima bor? Sabab nol, hech nima yo'q. Hech nima sabab yo'q. Masalan, Badrda sabab bormi desangiz, Badrda kofirlar 950 ta edi, musulmonlar 314 ta edi misol uchun. Sabab bormidi? Bor edi. Demak, Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga nusrat qoidasini tushuntiryaptiki, Allohning nusrati shundayki, hech qanday sabab yo'q bo'lgan paytda ham Alloh taolo o'zi yordam beradi degan. Mana shu tushunchada bo'lishimiz kerak. Va bunga bir qancha biz ya'ni kerakli narsalarni o'rgandik hozirgacha. Uni shartlari bor ekan: iymon va taqvo va sabablarni ushlash va sabr qilish va Allohning fazlini kutish. Kecha majlisimizda sabablarni ushlash haqida aytdikki, sabablarni ushlash qanaqa bo'ladi deganda, sabablarni sizga bergan, Alloh bergan narsani oxirigacha ushlash degan. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Illa ma ataha. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo odamga nimani bergan bo'lsa shuni so'raydi. Sizga berilgan narsa, masalan, bir odam o'zicha aytadiki, "Mana men zakotimni beryapman" deydi. "Mana men Alloh uchun qildim, bu qildim" deydi. Alloh bergan narsani 1000dan birini sarflamagan bo'ladi bu odam. 1000dan birini. Boringki 10dan birini sarfladi. Lekin bu odam to'liq toqatini sarflagan yo'q. Alloh taolo mana shuni ko'rish kerak ummatdan. Mana shu paytda nusrat keladi. Hattoki duolar o'sha paytda ijobat bo'ladi dedik. Duolar. Amman yujibul muttarra idza da'ahu. Duo qiluvchi odam duo qilsa ijobat qiladi. Kim muztar bo'lsa deyapti. Muztar degani boshqa iloji yo'q degani. Hech boshqa iloji yo'q. Ana o'sha odam Rasulullohning sunnatiga ergashgan bo'ladi, sabablarni oxirigacha ushlagan bo'ladi. Hatto shu paytda nima bo'lsa ham sizga madad keladi. Masalan, qo'lingizga tosh ilinadimi, kesak ilinadimi?
nima bo'lsa ham oxirgi toqatingizni sarflayapsiz, nusrat ana shu paytda keladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu holatni bizga misol qilib ko'rsatib qo'ydiki, Rasulullohning g'ordagi holati to'liq mana shu misol. Ana shunday paytda Rasulullohning qalblariga Alloh taolo birinchi yordami sakinatni tushirdi. Nusratda aytgan paytda sakinat birinchi o'rinda, sakinat odamning qalbiga kelib joylashar ekan. Bu haqda mana o'tgan darslarimizda sakinat haqida to'liq tushuncha oldik. Ya'ni Alloh taoloning sunnati shundayki, odamni yaratilishdan nimasi odamda boshqaruvchi narsa qalb ekan. Xuddi Rasululloh aytganlarda, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu va idza fasadat fasadal jasadu kullu ala va hiyal qalb. Insonda bir parcha et borki, agar u isloh bo'lsa, hamma joy isloh bo'ladi, agar buzilsa, badanda hamma joy buziladi. U qalb. Insondagi birinchi harakat qalb bilan boshlanadi. Yaxshilik ham, yomonlik ham. Tavfiq qalbdan boshlanadi, betavfiqlik ham qalbdan boshlanadi. Bir xil holat, lekin qalbdagi holat bilan bir-biridan farq qilaveradi. Demak, sakinat birinchi o'rinda qayerga? Qalbga keldi. Fa anzalallohu sakinatahu alayhi. Alloh taolo u kishiga o'zini sakinatini tushirdi. Va undan keyin boshqa ko'zga ko'rinmaydigan yordamlar, farishtalar bilan yordam berish va boshqa yordamlar, mana kecha majlisimizda bu haqda to'liq gapirdik. Farishtalarning yordamiga kelishi va Alloh taoloning yordami bu faqat farishtalar bilan emas ekan. Ya'ni valillahi junudus samawati val ard. Butun askarlar, ya'ni biz bilmaydigan askarlar. Buni Qur'on va sunnada kelganlarni agar yig'sak qancha bo'ladi? Lekin undan ham ko'p bilamizki, hamma narsa Alloh taoloning askari. Siz o'ylamagan joydan Alloh askar jo'natadi. O'ylamagan joydan kerak bo'lsa, kofirlarning o'zining ichidan bitta odam chiqadi-da, o'sha bitta odam bilan katta ishlar bo'lib ketib qoladi. Xuddi Xandaq g'azotida mana. Bir odam bilasizlar, Xandaq g'azotida Nuaym ibn Mas'ud. O'sha odam jamoatni titib tashadi. U odam kofir edi. Xandaq g'azoti kunida iymon keltirdi. Keyin Rasulullohga aytganki, "Ey Rasululloh, men iymon keltirdim, lekin meni iymonimda anolar bilmaydi" degan. Nima qilay ayting deganda, qo'lingdan nima kelsa urush bu hiyla deganlar. Rasululloh o'rgatmadilar unga, anoga unday edi, keyin bunga bunday edi deb o'rgatmadilar. Qo'lingdan kelganini qil dedilar. Rasululloh kofirlarning ichiga odam kirgizib, uni tarbiyalab chiqaraylik, bitta bizga xizmatchi bo'lsin, o'zini kofir qilib yursin-da, ertaga bir joy kelgan paytda bizga xizmat qilsin ham degan joy yo'q. Joyi kelgan paytda Alloh o'sha odamni, tayyorlangan odamni shuni o'zini olib chiqyapti. Ana odam kofir edi, o'sha kuni musulmon hech kim bilmaydi. Rasulullohga shu degandan keyin Rasululloh bu urush bir hiyla qo'lingdan kelganini qil, nima qilsang qil dedilar. Nimaga qodirsan qil dedilar. Bu yog'i o'zi sahobalar qo'ldan kelgancha ish qilib bo'lgan. Xandaqni qozdik masalan. Oxirgi kuchimizni sarfladik Xandaq qozishga. Bu qozishdagi o'zi bir siyrat, alohida fiqh bor buni. Rasulullohning qanday mehnat qilganlari, sahobalar qanday mehnat qilganlari, ayni o'sha paytda ham munofiqlar qochib ketganlarini Qur'onda oyatda Alloh taolo aytdi. Oradan chiqib qochib ketardi ishdan. Gap desa qop, ish desa soyani top. Bu yo'q. Ana shu paytda Rasululloh o'zlari ishladilar. O'zlari qo'llariga nimalarni olib, kovlaydiganlarni olib, toshlarni yorib, Rasululloh o'zlari ham ishlaganlar. Ana shunday paytda shu odam kelyapti. Keyin Rasululloh unga shunday deganlaridan keyin bu odam borib turib nimani Bani Qurayzaning oldiga borgan. Bani Qurayza Madinaning qo'shnisi bo'lgan yahudlar. Ular ahdlarini buzib, bo'ldi endi bu Madina Rasululloh tamom bo'ldi deb Rasululloh bilan bo'lgan ahdlarini buzib, so'kib Rasulullohni haqoratlab turgan joyida borgan. Ular hammasi yaxshi kutib olgan. Ularning ulfati bo'lgan, birga ichib yuradigan, hamrohi bo'lgan bu odam. Keyin bilasizlar, sizlarga do'stligimni bilasizlar, sizlarga nasihatimni bilasizlar dedi bu odam. Ha, albatta bilamiz. Menga bir fikr kelib qoldi degan. Sizlarga ichim achigandan o'ylab oxir aytishga majburman. Bu yerda aytmoqchi emasdim-ku, lekin aytayapman deb boshladik-ku odam. Siz ana ular degan Quraysh kofirlarni aytgan. Ular uzoqdan kelgan odamlar, mana 200 kilometrdan kelyapti. Ular hozir ishi bitsa bitta, bitmasa ketib yoradi degan. Hech nima yo'qotmaydi ular. Lekin sizlarning ahvollaringiz nima bo'ladi? Hozir ular ketib qolsa, sizlar mana u odam bilan deb Rasulullohni aytayapti. Mana u odam bilan ahdlaringni buzdinglar. Endi agar bular ketib qolsa, agar Xudo ko'rsatmasin deydi-ku. Agar ketib qolsa, bilasizlar ahvollaring nima bo'ladi? Shuning uchun sizlar nima qil, meni maslahatim, ana Quraysh kofirlariga, Qurayshga ayting, Quraysh bilan G'atafonga aytinglarki, sizlar
ketib qolmaslaring uchun, garant bo'lishi uchun 70 ta yaxshi yigitlardan bizga berasizlar, garovga ushlab turamiz. Bizlar yaxshi boqamiz, qaraymiz. Bu sizlar ketib qolmasliklaring uchun. Mana shu demasanglar bo'lmaydi deganda, ana ular aytganki, juda to'g'ri gapirding degan, haqiqatdan yaxshi fikrda aytding degan. Ya'ni ular tomonidan chiqib gapiryapti-da. Faqat iltimos meni kelganimda hech kim aytmanglar degan, omonat bu degan. Keyin ularni oldidan chiqib ketganda to'g'ri G'atafonda Qurayshni oldiga borgan. Ular ham yaxshi kutib olgan, ularda ham ulfati bo'lgan bu odam. Ular bilan ichib yuradigan ulfat bo'lgan. Keyin ular ham kutib olgan, sizlarga men nasihatim bilasizlar, do'stligimni bilasizlar. Bir gap bor edi, nega aytmasam bo'lmaydi. Aytaveraymi deydi-ku. Aytmasam bo'lmaydi. Ha nima edi? Ayting. Ana ular degan G'atafon, Bani Qurayza. Rasululloh bilan tuzgan ahdlarini sizlarga ishonib buzib qo'yganligiga hozir pushaymon bo'ldi hammasi degan. Endi oxiri o'ylab eshitdinglarmi ular nima qilganini? Nima qildi? Ular borib Muhammad deb aytgan. Muhammad deb, ya'ni Rasulullohning oldilariga borib uzr so'rabdi. Biz ahdni buzib qo'ydik, nima qilsak kechirasiz desa, u kishi aytibdiki, sizlar G'atafon bilan Qurayshdan 70 ta yaxshisini ushlab beringlar, biz o'ldiraylik, keyin ana shuning uchun sizlarga kechiramiz. Gunohlaringga kaforat bo'ladi bu degan. Agar mabodo 70 ta odam so'rab kelsa bermanglar degan. U aniq sizlar odamlaringni bu yoqqa Madinaga ushlab bermoqchi degan. Keyin shundan keyin yer degan shunaqa bo'pti mahalla degan, bular qizigan, shu paytda birdan turinglar degan, urushni boshlaymiz, bu o'tirib urush bo'lmaydi, kelgan ozuqalarimizni yeb qo'yapmiz, hamma narsa tugayapti, o'zi bir oycha o'tirdik. Bu turishda bo'lmaydi, bo'ldi urushni boshlaymiz. Odam yuborgan, Bani Qurayzaga tayyorlaninglar, yurishni boshlaymiz urushni. Degan paytda ular aytganki, hech qanaqa urush degan gap yo'q, bizga 70 ta odam berasizlar, keyin bizlar urushamiz. Degandan keyin ular Nuaym ibn Mas'udning gapiga shak shubha qilmagan haqligiga. Va nomardlar degan shunchalikgacha boribdimi degandan keyin bu orada Alloh taolo shunaqangi sovuq bir havoni jo'natdi. Shamol keldi, ularni qozonlarini yiqitib ketdi, ularni nima chodirlarni uchirib ketdi. Butun o'g'dar-tundar bo'ldi hamma narsa. Qalblariga vahima keldi o'z-o'zidan. İchimizga birov kirib qolmasin deb, mana shu paytda Abu Sufyon mana keyin odamlar ichida turib olib turib, hammaga gapirib, bu joyda turishdan foyda yo'q, ketdik deb birinchi o'tirib Abu Sufyon ketdi, orqasidan hamma ketdi. Bir odamni nimasi bilan. Shuning uchun masalan bu narsalar bizga darski, biz kerak bo'lsa, masalan bir odamni ularni ichiga kirgizib, uni tarbiyalab, u o'zini kofir qilib ko'rsatib yurib, necha yillab namoz o'qimay, ibodatsiz holatda u buzilib ketadimi ularning ichida yurib? Masalan, Xudo biladi endi u asralib qoladimi, yo'qmi? Mana shunday qilib mehnat qilib yotishga ehtiyojimiz yo'q. Kerak bo'lsa o'shalarning ichidan o'zlari tarbiyalab 20 yil o'qitgan texniki islomga kirib keladida, mana men deydi, nima qilay aytinglar deydi. Kerak bo'lsa. Bitta odam bilan, ya'ni bunaqangi nusra bu bir odam bo'lishi mumkin. Bundan boshqa ham masalan har qanaqangi ehtimolni siz tasavvur qilib ko'ravering. Har qanaqangi ehtimol. Hatto kun o'sib ketadimi? Kun sovib ketadimi? Masalan mana nemislarda nimasida ham mana Ulug' Vatan urushidagi nimalarda maktabda o'qigan tariximizda ular o'ylagan darajadan qattiq sovuq bo'lgan deyiladi-ku. Leningradni qamal qilganda Moskvaga 12 kilometr qolgan nemislar kelishiga. 12 kilometr. Ozgina qolgan. Ya'ni havo sovuqlik qilgan ularga. Nemislar bu havoga, Rossiyaning havosiga chiday olmagan deydi. Qish juda ham qattiq kelgan. Va bu arada keyin bular Amerikaga aytgan, bu bizning mag'lubiyatimiz degani, ertaga navbat sizlarga degani. Agar shunga chidasanglar, qarab turinglar, bo'lmasa yordam beringlar degandan keyin Amerika butun samolyotlar bilan katta yordamni bergan. Mana shu bilan holat ular teskarisiga aylanib ketgan keyin. Xullas odam kutmagan joydan yo havo isib ketadi, yo havo sovib ketadi, yo shamol bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Juda ham ko'p. Bitta gapini aytganda valillahi junudus samawati val ard. Osmonlar va yerni askarlari Allohniki. Mana shu narsani Alloh subhanahu va taolo bizga tushuntiradi. Qur'onda juda ko'p o'rinlarda Alloh dars bergan bizga. Bittasi mana shu o'rinda nasrni, ya'ni g'alabani boshlanishi eng asosiy qoidasini tushuntirdiki, Alloh taolo sabablarga suyanmanglar dedi. Sababga suyanmanglar, sababni ushlanglar, to'g'ri. Mana shuni tushuna olishimiz kerak. Sababga suyanma degani sabab kerak emas ekan degan, bu odam ahmoq odam, bu dinni tushunmagan odam gapi bu. Sabab kerak emas ekan emas.
sababsiz bo'lmaydi. Hatto Allohni nusrati ham sabab bilan bo'ldi. Hatto farishtalarni ham sabab qilib odam suratda tushirdi Alloh taolo. Bo'lmasa bitta farishtani bo'ldi kelsa, qani Rasululloh bu yoqqa o'tib turing-da sahobalar bilan. Bular bilan o'zimiz gaplashamiz. Desa bo'ladi-ku. Shundoq kofirlarni bittada g'ajibtashaydi-ku, masalan, farishtalarga nima u? Alloh hech bunday qilmadi. Ya'ni odam suratida kelyapti. Ya'ni nusrat mo'minlarga bo'lsin. Nusrat mo'minlar qo'li bilan bo'lsin. Alloh mana shu narsani ko'rishni xohladi. Bu sababiyat dunyosi qildi. Sabablar inson qilgan sabablari baribir insonni zaifligi bilan zaif bo'lib qolaverar ekan. Inson qo'ldan kelgancha sababni oxirigacha ushlasa, bu yoq Allohning inoyati. Alloh taoloning inoyati albatta kelar ekan. Bitta shaxs bo'lsangiz ham, buni misoli mana Rasululloh orada o'tiribdilar. Bir kishi. Yonida sherigi bor, sherigi xafa bo'lib yig'lab turgan holatini Alloh bizga tasvirlab beryapti. Yig'lab turibdi sherigi. Islomda oqibati uchun yig'lab turgan holatda la tahzan innalloha ma'ana. Hech xafa bo'lmang, Alloh biz bilan birga deb turibdilar. Mana buni yaxshilab biz tushunishimiz kerak. Uhud g'azotida Alloh taolo bizga juda katta darsda o'rgatgan. Valaqad sadaqakumullohu va'dahu ittahussunahum bi'izni. Alloh taolo sizlarga o'zini va'dasini rostdan ko'rsatib berdi. Ya'ni o'sha qoida qonun ishlayapti. Nusrat qonuni Uhud g'azoti boshlanishi bilan musulmonlar g'alaba qilishni boshladi. Uhud g'azoti boshlanishi bo'lmasa Uhudda ham kofirlar musulmonlardan 3 barobardan ham ko'p bo'lgan. Ya'ni kofirlar 3000 ga yaqin bo'lsa, 3000 bo'lsa, musulmonlar 750 ta bo'lgan. 750 kishi. Lekin shunday bo'lsa ham yana o'sha nusrat, o'sha holat kofirlarning ustida g'alaba. Valaqad sadaqakumullohu va'dahu. O'zini nusrat va'dasini Alloh rostga chiqarib berdi, turib berdi. İz tahussunahum bi'izni. Sizlar Allohning izni bilan ularni qirib tashayotgan paytlar. Tahussu degani arab tilida kabadahu degani, kabadahu balagha ila kabidihi degani, ya'ni uni jigariga yetib bordi degani. Ya'ni jigarigacha, zarbangiz jigarigacha yetib borsa kabadahu bo'ladi, kabiddan. Agar sizni zarbangiz uni hissiga kirib borsa, hassa bo'ladi. İz tahussunahum biiznihi. Allohning izni bilan ularni nafaqat ular sizlardan qochib ketyapti. Nafaqat, ya'ni shu ta'birni qarang, bitta gapni o'zida shunaqangi katta holatda Alloh tushuntirib beryaptiki, sizlarni zarbalaringni, kuchlaringni, sizlardagi narsani ular ichidan his qilyapti. Hamma hissiga yetib boryapti, qulog'i-yu, burni, hamma joyiga. Tamom bo'lgan ular deganda. Hatta ida fashiltum, ya'ni birinchi zarba sizlar fashiltum, ya'ni fashal bu qalbda bo'ladi. Ana shu qalbdan sizlar zaiflashuvdinglar. Va tanaza'tum fil amr, va ishda bir-birlari bilan tortishdinglar. Va asoytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sizlar yaxshi ko'rgan narsani ko'rsatib qo'ygandan keyin sizlar Rasulullohning buyrug'iga osiy bo'luvdinglar. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya va minkum man yuridu al-akhirah. İchlaringda dunyoni istagan ham, oxiratni istagan ham aralash odamlar bor edi. Ana shunday bo'lganda mag'lubiyat keldi keyin. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Keyin Alloh taolo ularni shunday qochib ketgan joy, qochib ketib ham butun his qilib, sizlarning kuchlaringni, quvvatlaringni his qilib ketayotgan joyida orqaga qaytardi. Sizlarni imtihon qilish uchun. Yana tarbiya. Sizlar g'alaba hissini ko'ruvdinglar, g'alaba darsini o'tuvdinglar Badrda. Endi mag'lubiyatni ham bir ko'ringlar degani. Mag'lubiyat darsi bu. Mana shu paytda sahobalar ustiga juda katta bir imtihon keldi. Lekin valaqad afa ankum. Alloh aytayaptiki, Alloh sizlarni kechirdi, xafa bo'lmanglar deyapti. Lutfni qarang. Bu yerga Alloh kechirdi. Mana shu iboralarning ichida bizga nusrat darsini Alloh taolo shunday berib qo'yapti. Birinchi o'rinda Alloh taolo aytayaptiki, hatta ida fashiltum. Sizlar birinchi ish qalbdan sizlar fashal. Ya'ni bu fashal degani inson qalbida zaiflik bo'lishi. Qalbidagi zaiflik. Ana shunday bo'ldilaring degani bular kimlar? Rasululloh haligi Jabal-ur Rumatda tepalikka 50 ta kamonchini qo'yib, agar biz g'olib bo'lsak ham, mag'lub bo'lsak ham, nima bo'lsa ham mana shu tepalikdan jilmanglar. Agar bizni qushlar kelib cho'qib ketayotganligini ko'rsanglar ham jilmanglar. Shunchalik ta'kid bilan aytganlarda Rasululloh.
Mana bu Rasulullohning urush qo'mondoni haqiqiy tadbirli kishi ekanligi ko'rinadi. Sabablarni to'liq qilganlar. Ularga urush Uhudga mana borganlar hamma biladi. Tepalikda turgan odam uchun jang maydoni shundoq kaftdek ko'rinib turadi. Ular tepalikda turibdilar, bu yoqda urush boshlandi, musulmonlarga g'alaba boshlandi. Bu yoqqa asr olyapti, bu yoqqa g'animat olyapti, asrlarni ushlab, qo'l oyog'ini baylab. U ham ishda endi olib kelib turib, u o'zidan o'zi baylatavermaydi qo'lini ham. Urib, yiqitib, qo'lini qayirib baylash kerak uni. Masalan, qurollarini, narsalarini to'dalash kerak, bu yoqda unga odam kerak. Mana shunday holatni ko'rib turib, bular aytdiki, 50 ta odam bu qarab turavermaydi, shu birodarlarimizga yordam beraylik degan. Va g'animatlardan olib qolaylik, biz ham bu yerda o'tiraverishda nima naf degan. Shunda ularda amiri aytganki, sizlarga Rasululloh nima dedilar? Qimirlamanglar dedilar. Desa, Abu urush paytida deganida, urush tugadi-ku endi. Endi qimirlamay o'tirishdan foyda yo'q deb tanazoan shay tortishuv bo'ldi. Amir bilan xulosadagilardan tortishuv bo'ldi. Mana bu birinchi mag'lubiyatning eng katta sababi bo'ldi. Va asoytum, va sizlar osiy bo'ldilaring. Rasulullohning buyrug'iga asoytum deb jam hammalaring degani. Go'yoki osiy bo'lgan odamlar g'olib bo'lib, hammasi ketib qolib qanchadir odam qoldi, lekin hammasiga go'yoki osiy bo'ldilaring degan xitobga loyiq bo'ldi. Qachon min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sizlar yaxshi ko'rgan narsa dunyoni ko'rsatgandan keyin qarasa g'animatlar, qilichlar, qurollar, otlar, butun savutlar, qimmatbaho narsalar bular hammasi. Bulardan olib qoladi o'sha paytda. Ana shunday yaxshi ko'rgan narsa ko'zga ko'ringan paytda sizlar osiy bo'ldilaring. Ichlaringda dunyoni istagan ham, oxiratni istagan ham bor dedi Alloh taolo. O'shanda Ibn Mas'ud aytgan ekanlarki, vallohi agar Alloh mana shunday demaganda edi, ichimizda dunyo istagan odam bor deb hech o'ylamasdik biz degan. Shunchalik ya'ni qalblari Allohga bog'langan kishilar, lekin bor edi. Ana shulardagi holatni eng katta holatni vahan, ya'ni bulardagi nima fashaldi, ya'ni qalblaridagi zaiflikni birinchi keltiryapti Alloh taolo. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga tasalli berdi. Va laqad afankum. Ular sizlarni Alloh taolo kechirdi. Fama wahanu va ma da'ufu va mastakanu deb mana boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki, va ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir. Qancha payg'ambarlar bor oldinda o'tgan, misol sizlarga u bilan ribbiy bo'lgan, ya'ni rabboniy odamlar uni yonida turib kurashgan ashablari bor edi. Ularni ribbiyun deyapti Alloh taolo. Ribbiy ya'ni ulamolar aytadiki, Robbga mansub, ya'ni Robbni tarbiyasini olgan odamlar, rabboniy talabalar degani, rabboniy shogirdlar degani. Ko'p ular jamoatlar, ya'ni ba'zilar ribbiyunni jamoat deydi. Lekin jamoatdan ko'ra ularni ribbiyni o'sha Robbni tarbiyasini olgan, tarbiyalik payg'ambar ta'limotini olgan kishi bola talabalar yoki olgan shogirdlar desak, to'g'ri maqsadga muvofiqroq bo'lsa kerak. Ana shularda Alloh taolo sifatini aytganda fama wahanu va ma da'ufu va mastakan. Ya'ni ular vahn bo'lmadi ularda va ular zaiflashmadi va dushmanga bo'ysunmadi. Vahn bilan zaiflikni hozir ajratib aytayapti Alloh taolo. Demak, vahn bu qalbda bo'ladi, bu birinchi buni aytayapti. Zaiflik badanda bo'ladi. Badandagi zaiflikning sababi qalbdagi zaiflik. Odamning qalbidan vahn bo'lsa, ya'ni buni hozirgi tilda duh deymiz buni, duh. Duhi o'lgandan keyin ana bu hamma narsa shundan keyin kelib chiqaveradi. Bir kuni otaxondan nima so'ravdi och akamiz. Qanday qilsak biz ikkinchi xotinga uylanamiz? Shuni bir yo'lini o'rgating deb. Uning uchun kechqurun turasizda, tahorat qilib turib, 2 rakat namoz o'qiysizda, Allohdan duh so'raysiz dedi. Odamda vahn, o'sha qalbdagi zaiflik bu. Fama wahanu va ma da'ufu, ya'ni ular qalblari ham zaiflashmadi, kofirdan qo'rqmadi ular. Mana sahobalarning holati xuddi shuni ko'rsatadi. Bunday qarasa, bular bilan qanaqa urushamiz biz demadi-da. 3000 ta odam 250 ming ta odamni qarshisida turibdi. O'ylab ko'ring. 3000 ta odam 250 ming tani qarshisida turibdi-da,
ana shular ham sahobalarga ham tushadida bu gap. Fama vahanu va madaufu. Ular zaiflashmadi ham va qalbida qo'rqoqlik ham bo'lmadi. Hammasi bir ovozdan aytdiki, mana shu kelgan. O'shanda sahobalar bir maslahat qilgan o'tirib, nima qilamiz degan. Orqaga qarab chekinamizmi yoki oldinga qarab yuramizmi? Shunda hammalarini gapi bitta to'xtamga kelganki, biz nima uchun keldik degan. Biz Alloh uchun shahid bo'lish uchun keldikmi? Mana degan. Kelgan narsamiz endi qaytib ketamizmi degan. Ana o'shanda juda qahshatqich urush bo'lgan musulmonlar bilan Rum o'rtasida. Lekin ikki tomon ham bir-biriga nima bo'lmagan, g'olib bo'la olmagan. Rum shuncha askari bilan 3000 ta odam eplolmagan. Ya'ni ana bu narsa eng katta sabab qalbidagi mustahkamlik. Bizga eng katta kerakli narsa mana shu. Avvalambor badan tarbiyasidan oldin Alloh taolo qalb tarbiyasini aytayapti. Fama vahanu va madaufu. Ya'ni ular qalblarida zaiflashmadi va badanlarida zaif bo'lmadi degan. Badanda quvvati maqtalingan, ya'ni al-mu'minul qawi khayrun va ahabbu ila Allohi minal mu'minid da'if va fi kullin khayr. Quvvatli mu'min zaif mu'mindan ko'ra Allohga yaxshiroq degan. Ulamolar shuni ikki xil sharhini aytishadi. Ba'zilar aytadiki, quvvatli mu'min degan iymoni quvvatli mu'min degan. Agar iymonda bir xil bo'lsa, jasadi quvvatliligi ham maqtanilyapti deb ham aytadi. Chunki kuch, quvvat bu talab qilingan narsa va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Sizlar qo'llaringizdan kelgancha quvvatni tayyorlab qo'yinglar ularga qarshi deyapti. Demak bu badan tarbiyasi kerak, lekin undan oldin qalb tarbiyasi birinchi o'rindagi narsa. Bo'lmasa shunday pahlavon odamlar, katta-katta zabardastlar qo'rqoqlik qilsa, ular hech nima ish bermaydi. Mana Bani Isroilda Alloh taolo bizga misol qilib aytdi. Musa alayhisalom ularga aytdiki, Alloh taolo buyuryapti, sizlar Baytul Maqdisga borib kiringlar. Fa iza dakhaltumuhu fa innakum g'olibun. Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kirsanglar g'olib bo'lasizlar. Allohga tavakkal qilinglar. Mu'min bo'layotgan bo'lsanglar. Desa, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Ey Musa, u joyda pahlavon katta odamlar bor-ku, o'ylab gapiryapsizmi degan Musa alayhisalomga. U to'g'ri kelmaydi degan. Izhab anta va robbuk. Bor sen Robbing bilan sen borib urush. Agar g'olib bo'lsanglar biz borib keyin qo'shilib ketamiz. Shunaqa bo'ladimi? Atbo shunaqa bo'ladimi? Ashoblar hech qachon Rasulullohga bunday deyishmagan. Ashoblar Rasulullohga aytishganki, siz boring Robbingiz bilan birga borib urushing, biz sizni yoningizdamiz degan. Vallohi agar bizni barakal g'iymatga to'g'irlab qo'ysangiz, o'sha joyga ketamiz degan. Sahobalar Rasulullohni ko'zlarini quvontiradigan ishlarni qilgan, quvontiradigan gaplarni qilgan. Chunki ularning qalblari Rasulullohni tarbiyasi bilan tarbiyalangan kishilar edi. Bular bizga hayotiy bir misollar bular. Ana shu payg'ambarlar yonida turgan, ularga Alloh taolo quvvat bergan, ularga yordam bergan jamoatlarni Alloh maqtaganda ular zaiflashmadi. Fama vahanu va madaufu deyapti. Ular qalblari ham zaiflashmadi, badani ham zaiflashmadi. Va mastakanu, ular dushmanga bo'ysunmadi. Bu vahanni eng yaxshi tafsiri hadisda misolda kelgan. Rasululloh aytganlarki, hali shunaqangi vaqtlar keladiki, ummatlar, butun ummatlar deganda Fors va Rum, ya'ni Yahud va Nasorolar, hali shunday vaqtlar keladiki, tatakalabu alaykumul umam kama tatakalabul akalatu ala qas'atiha. Xuddiki haligi ochko'z ovqatga talashganlar tovoqqa shunday o'zini urganday, ular sizlarning ustlaringga yopirilib keladi. Qalu amin qillatin yawma idin ya Rasululloh. Sahobalar aytganki, ey Rasululloh, o'sha kuni biz kam bo'lamizmi? Ya'ni kamchiligimiz uchun shunday bo'lamizmi? Zaiflashib ketganmizmi desa, Rasululloh yo'q dedilar. Qolala bal antum yawma idin kathir. Lekin sizlar bu kunni ko'p bo'lasizlar degan. Lekin sizlarning holatlaring xuddi selni ko'pigiga o'xshaydi deganlar. Balki selni ko'pigiga o'xshaydi emas, selni ko'pigini o'zi bo'lasizlar deganlar. Walakin ghusaun ka ghusa'is sayl. Xuddi selni ko'pigiga o'xshagan ko'pik bo'lasizlar. Ya'ni sizlar ko'pikka o'xshaysizlar demayapti. Selni ko'pigiga o'xshagan ko'pik bo'lasizlar o'zlaring ham. Ko'pik degani nima degani? Ichi pukki degani. Ichi pukki degani. Agar muskul chiqargan, gavda chiqargan bo'lsa ham, lekin joyi kelgan paytda eng qavmni qo'rqog'i o'sha bo'lishi mumkin. Hech ish bermaydi. Biror bir joyda bir nafti yeydigan ish qilmaydi.
Quruq musulmonlarga zarar berishdan boshqa narsaga yaramaydi uni kuchi. Agar puli ko'paysa, musulmonlarga pulini maqtashdan boshqa narsaga yaramaydi. Ilmi bo'layotgan bo'lsa, o'sha ilmini orqasidan dunyo to'plashdan boshqa narsaga ishlatmaydi uni. Mana bu o'sha ko'pik degani. Keyin asosiy sababni Rasululloh aytib berdilarki, "Va fihimul vahan." Ana ularda vahan bo'ladi. Undan oldin aytdilarki, dushmanlarning qalbidan sizlarni haybatlaringni olib qo'yadi degan. Bu sahobalarga juda ham g'arib tuyulgan bu narsa. Sahobalarga bu narsa g'arib tuyulgan. Mana Sa'd ibn Muoz Rasululloh xurmoni mevalarini ularga berib yuboramiz G'atafonga, Uyaynat ibn Hisinga 3dan 1 mevani bersak nima deysizlar deganda nima dedilar Sa'd? Ey Rasululloh, bu siz yaxshi ko'rgan ishmi? Agar yaxshi ko'raman shunda siz gap so'zi yo'q qilamiz. Yoki vahiymi bu? Vahiy bo'lsa umuman gap bo'lishi mumkin emas. Maslahat so'ramang bizdan. Yoki shunchaki bizga ichingiz achiganini aytyapsizmi? Yo'q, shunchaki sizlarga ichim achiganini aytyapman desalar, ey Rasululloh, ana ular biz kofir bo'lgan paytimizda, Allohga ibodat qilmay yurgan paytlarimizda bizni xurmomizni yo sotib olib yeridi, yo mehmon qilsak yeridi. Boshqa olishni yo'li yo'q edi. Biz bunaqa qilib turib birovga "Ma xurmo" degan odam emasmiz. Johil bo'lgan paytimizda. Endi Alloh bizni islom bilan aziz qilib, siz bilan aziz qilgan paytda, Allohga ibodat qilgan paytimizda biz xurmomizni ularga xor bo'lib beramizmi? Vallohi bu abadan bo'lmaydi degan. Ana o'shanday odamlarga Rasululloh ummatning holatini mana bunday kunlar keladi hali desalar, ular hayron qolyapti. Kofirlarning qalbidan sizlarning haybatlaring olib qo'yiladi. Kofirlarning qalbidan sizlarning haybatlaring olib qo'yiladi degan narsalar qiziq tuyuldi. Ya'ni ularda vahn bo'ladi. Vahnni arab sahobalar arab edi, ya'ni xolis sof arablardi ular, lug'atni yaxshi bilayotgan kishilardi. Lekin so'rashga majbur bo'ldiki, bu vahn nima bu ey Rasululloh deb. Vahn nima? Ya'ni vahnda o'zi asli nimaligi ma'lum u. Mana ma'lumligi uchun ham Alloh taolo ularga o'zining lug'atida xitob qilyaptiki, "Fama vahanu va ma da'ufu." Ular qalbida vahn bo'lmadi va zaiflashmadi, ular vahnni tushunadi. Lekin ularning ichida vahn bor degani demak sababini so'rayapti ular. Shuning uchun ham Rasululloh sababini bayon qilib berdilarki, vahnning sababi hubbud dunya va karohiyatul maut. Dunyoni yaxshi ko'rish va o'limdan qo'rqish dedilar. Mana shu ikkita narsa bu ummatni kemirib yeydigan ikkita qurt bu. Xuddi kali taxtani qurti ichidan yeb qo'yadi-ku, hammasini qoldirmasdan. Ana shunday inson qalbiga agar dunyo muhabbati o'ralashsa, o'limdan qo'rqish bo'lsa, bu odam o'limdan qo'rqib Allohning huzuridagi narsani umid ham qilmay Allohga yo'liqishlikni yomon ko'radi, Alloh ham unga yo'liqishni yomon ko'radi. Xuddi hadisda aytilgandek, karihallohu liqa'ahu fa karihallohu liqa'ahu. Ular Allohga yo'liqishni yomon ko'rdi, Alloh ularni yomon ko'rdi. Ana shunday ko'pik sahobalar o'sha holatda, ya'ni bunday holatlarni ko'rgan sahobalarga bu holat juda ham g'alati eshitilgan bu. Ajib eshitilgan, lekin mana shu holatlarni biz hozir yashayapmiz. Hozirgi musulmonlarda holati 2 milliard musulmon qo'pol aytganda to'g'ri ichida masalan bor musulmonlarda xayr bor, yaxshilar bor, masalan Alloh nusrat berayotgan jamoatlar, odamlar bor. Lekin umumiy jamoat holatida aytsak, musulmonlarda ahvoli mana shunday. Shunday vaqtlar bo'ldiki, hozir ham bu narsa davom etyapti. Dushmanlar musulmonlarga shunday chizg'ich qo'yib yurtini bo'lib olgan. Umrida mustahab qilmagan odamlar musulmonlarning ustilariga bostirib kirgan. Ularni boyliklarini talagan, olib ketgan, butun hamma narsasini, ularning dinini olgan, kitobini yoqqan, masjidlarni yo'q qilgan, qirib yo'q qilib masjidlarni cho'chqaxonaga aylantirgan. Butun kommunistik g'oyani shuncha ota-bobolari necha yildan beri musulmon bo'lib kelgan. O Buxoriyni buvasi majusiy bo'lgan. Undan keyin otalari islomiy musulmon bo'lib Buxoriylar diyorlari, masalan biz diyorni misol qilayotgan bo'lsak, ana o'shanday diyorlarga umrida mustahab qilmagan, yaqin tarixda Qrim xonligiga, Qrim nimaga musulmonlariga ulpon to'lab yurgan ruslar, yaqin tarix bu. Mana bizning diyorlarimizga kirib kelgan paytda nimalar bo'ldi? İçimizde sotqinlar bo'ldi, o'shalarga xizmat qilgan odamlar bo'ldi, yurtni, vatanni sotdi o'shalarga. O'shalar rais bo'ldi, o'shalar brigadir bo'ldi, odamlarni butun qonini ichdi, haligacha hozirgacha shuni
faturasini biz to'lab kelyapmiz. Hozirgacha. Ro'mol urash mumkin emas, ayollarga, qizlarga ro'mol urash mumkin emas, masjidga borish mumkin emas, masjidga bormay, yoshlar o'qimasin. Eng odamlardan najot kutilaydigan, odamlar nima bir masala bo'lsa so'raydigan, eng katta domlasi degan odam kemasi yeb qo'yasan deb o'tiribdi u ham. Kimga borishingiz kerak bunday bo'lgandan keyin? Mana vahan. Mana shu odamlar nima uchun shuni deyapti? Ular bilmaydimi namoz farzligini masalan? Namoz farzligini, bu ibodat bu hech qanday hech kimga terrorga aloqasi yo'q deb nahot tili yo'q gapirmaydimi bular? Men bu darajada deb o'ylamayman. Ularning qalbi masalan bu darajada haligi shuning uchun ham ular o'zlarini oqlash uchun aslida siyib qo'yasan deb haligi xuddiki bularga bu ko'z bilan qarayapti. Xuddi men kichkina bolachalarga aytdim deb qavmga tushunganday, lekin anolarga yo aytdim men ularga kelmanglar dedim deb. Ular aqlli odamlar, ular tushunadi. Ular keyin yana tanbeh ham beradi. Sen bu yoqqa deydi, sen kimga gapiryapsan? Bizlar siyib qo'yayotgan bolaga gapirganimiz yo'q gapimizda. Kimga gapirayotganimizni yaxshi biladi. Hatto kirib masjidlardan olib chiqib ketyapti, hammani ko'zini oldida hech kim masalan qo'y deyolmayapti. Bu nima degani? Bu davom etyapti. O'sha oldingi o'sha Nikolay davridagi narsa hozir davom etib ketyapti degani. Umrida mustahab qilmagan. Endi mustahab qilishni ham qo'ying, umrida Allohga sajda qilmagan. Bular ham nasoro bo'lgan xalq edi. Ana endi undan ham batarlari yoqdan kirib kelyapti endi. Butun maraz bo'lgan odamlar, butun Allohga shirk keltiradigan odamlar, umuman cho'chqa ham yeydigan, hamma narsa qiladigan odamlar mana yurtga kiryapti. Odamlar qizini shularga nikohlab bersa, aslida zarracha iymoni bor bo'lgan odam bularga biror narsasini sotmaslik kerak edi. Biror narsasini. Zarracha bo'lsa ham vatanim degan, shu tuproq meniki degan odam biror narsani sotishi harom edi bularga. Buni qo'lidan kelayotgan narsasi shu emasmidi masalan? Masalan, men yerim bor, sotmoqchiman. Siz kelyapsiz, 10 so'm so'rayapsiz. Ana u kelyapti, mendan 100 so'mga so'rayapti. Agar men zarracha iymonim bo'lsa, agar vatanim desam, shuni sotmasligim kerak o'shanga. Nimaga bunga sotgandan keyin ketdi, shuncha narsalar, shuncha boylik o'z-o'zidan ketyapti birovlarga. Bu juda ham katta xorlik, juda ham katta bir mag'lubiyatni biz ostonasida turibmiz. Kirib bo'ldi bu narsa hammasi. Allohul musta'an ya'ni. Buni sababi nima? Sababi ikkita narsa ekan. Hubbud dunyo. Buni qilgan odamlar, buni hozir yoki isloh qilaman deb qila olmayotgan odamlar yoki bu ishni boshida turib, bu ishga boshqosh bo'lib turgan odamlar, asosiy sabab dunyoni yaxshi ko'rish va o'limdan qo'rqish. Lekin ikkala narsa ham nasib qilmaydi bularga. Chunki dunyoni ming yaxshi ko'rgan bilan bu dunyo nima bo'ladi? Kimga vafo qildiki, bularga vafo qilsa, bu faqat bir raqamdan boshqa narsa emas bu dunyo. Ularni qancha hisobida buncha raqam bo'lmasin, boshqa bo'lmasin, hozirgi yeyishidan ko'p yeya olmaydi ham, shu hozirgi kiyishidan ko'p kiya olmaydi ham. Bu aniq fakt bu. O'ylab qarasa o'zi ham buni tasdiqlaydi. Ikkinchidan, o'lmayin, agar shunday qilmasam meni ana ular qo'ymayapti, nima qilay? Deydigan bo'lsa, majburman deydigan bu o'limdan qo'rqayotgan bo'lsa odam, Alloh taolo buni peshanaga yozib qo'ygani bo'ladi. Agar shu joyda agar turib bersa, xalq buni orqasida turib berardi. Bu eng katta qahramon bo'lardi odam shunday paytda. Yo'q, bunday paytda odam o'zini jonini saqlash uchun hamma narsani berib yuborursa, shunaqangi katta bir achinarlik bir holatlarki, odamni yuragi, qalbi yig'laydigan holatlar bular. Bitta yaqin tarix, mana biz yashab turgan tariximiz bu. Ozroq oldin men Sharqiy Turkistonda nima bo'ldi? Shuncha katta xalq mana o'shanday mushrik bo'lgan qavmni quliga aylandi qoldi. Butun qizlarini hammasini Xitoyga olib ketib, ularga madaniyat o'rgatamiz deb butun fohishaxonalarda, hamma yomonliklarda qizlarni ishlatyapti. Hech kim hech narsa qila olmaydi. Ertaga bu narsa bu masalan Uyg'urlarga bu narsa bir 40 yil davom etgan bo'lsa, bu mustamlaka qilish nimasi? Bizni diyorlarimizga bu narsa hech nima yilga bormaydi bu ketishda. Hech nima, ishonavering buni. Juda ham tez orada xalq mana shunday bir yomon bo'lgan qavmni shunda qo'lini ostiga qul bo'lib o'tadi qoladi. Hatto qulligimizni ham qabul qilmaydi ular. Buni ham ishonavering. Illo ket deydi, sen deydi, ularni quliyding, o'shanda bor, ularni o'rmonlari, qishloqlari bo'shab yotdi, o'shada yerlar bo'sh, o'sha yerga borib ishladib, bir-birimiz bilan musobaqa qilib yaqirib qochamiz hammamiz.
Bu tuproqlar, bu ota bobomizning tuproqlari, bu musulmonlarning tuproqlari, bizni ota bobolarimizni qo'ygan shu qabrlarga qo'yganmiz. Bular hammasini unutavering bo'ldi. Mana shunday ishni ostonasida turibmiz biz. Bu fojia bu. Buni oldini olish kerak bo'lgan eng katta mas'ullar dindor odamlar. Buni agar o'lib qolsa ham odam tushuntirish kerak bu narsani. O'lib qolsa ham, o'lib ketsa agar shahid bo'lib ketadi, haqni gapirib o'lgan bo'ladi odam. Endi bu odam eng umid qilingan odam siyib qo'yadi, bular kelmay tursin deydigan holatda bo'lsa, boshqa hech nimani kutmaymiz odamlardan. Mana bu holat o'sha vahan degani shu. Ularning qalbidan bizning haybatimiz olib qo'yilganligi, biz ular uchun bir din holatga kelib qolgan musulmonlar. Bir din. Bo'lmasa bu ular masalan qanaqa xalq edi? Masalan, agar o'risda olayotgan bo'lsangiz yoki Xitoyda olayotgan bo'lsangiz, bular musulmonlar uchun hech bir arzigulik odamlar emas edi bu millatlar. Lekin hozir holat aksinchaga aylandi. Holat aksinchaga aylandi. Bizda holi biz qanday bo'ldik, ular qanday bo'ldi? Ular bemalol kelib hamma narsani egallab, hamma joyga o'zlarining yozuvlarini yozib, ya'ni bir ikkita odam gapiruvdi, yo oldik, hali bitta ekan deb qo'yib qo'yapti. Bu narsalar juda tezlik bilan oldinga qarab ketadi. Gektar katta narsalar shundoq ularga o'tib ketaversa, xalq qarab o'tiribdi bu narsaga. Yana takror aytamanki, zarracha iymoni bor bo'lgan odam ularga hech narsa sotmaslik kerak edi. Lekin afsuski holatimiz mana shunday. Sabab nima? Hubbud dunyo va karohiyatul maut. Dunyoni yaxshi ko'rish va o'limni yomon ko'rish. O'ldirsang o'ldir, ichimga teppa. Ya'ni nima qilsang qilaver. Don berganda tovug'i bo'lib qoldi odamlar. Kim don sepsa o'shanga tovuq, o'ris don sepsa o'risni donni yesak, bu yerdan Xitoy don sepsa Xitoyda donni yesak, biz musulmon, biz Buxoriy avlodimiz, biz Termiziy avlodimiz degan gaplarimiz, da'volarimiz qayerda qoldi? Bu shiorlarimiz qayerda qoldi bu? Ana bu narsani, ya'ni biz hozirgi holatimiz buni juda ham achinarli bir holatlarda yashayapmiz. Eng katta sabab o'sha dunyoni yaxshi ko'rish va o'limdan qo'rqish deyildi. Ibn Hazm rahimahulloh Al-Axloq va Siyar kitobida bir ajoyib bir ma'noni aytganlar. Men butun odamlarning hamma holatini tekshirib chiqdim degan. Adashgan odamlarning adashganligini, olimlarning noto'g'ri fatvo berishini, nima uchun olim bilib turib noto'g'ri fatvo beradi? Nimaga fatvo beradi? Nima uchun hozir masalan masjidga o'zi aslida odamlarni chaqirish kerak bo'lgan odam, ey odamlar baraka topkirlar, bolalaringni masjidga olib kelinglar, o'rgansin, ibodatlarni ko'rsin. Bu masjid ibodat joyi, bu yerda hech qanaqangi terror degan narsa yo'q deydigan odam kelmanglar, siyib qo'yasan deydi. Nima uchun? Nima sababdan shunday deydi? Ibn Hazm mana shuni sababini aytganki, bularda hammasini sababi dunyoni yaxshi ko'rish ekan degan. Odam dunyoni yaxshi ko'rgandan keyin bu dunyodan ketib qolmaslik uchun, bu hozirgi kelib turgan manfaat, ozroqgina bir manfaat o'zi aslida, yana aytamizki, bu raqamdan boshqa narsa emas o'zi aslida. Chunki bu mansabda kelgan payti ham shu bir kosa ovqat yegan odam hozir mansabga kelgandan keyin bir o'tirishda 10 kosa ovqat yeb, non to'g'rab deya olmaydi masalan. Yoki bir o'tirishda bitta qo'yni yeb qo'yadigan bo'ldim, alhamdulillah men deya olmaydi hech kim. Yesin mayli, bitta qo'yni yesa ham mayli, o'shanday bo'lsa ham masalan har kuni bittadan musulmonlar qo'y beramiz. Faqatgina noto'g'ri fatvo bermang taqsir. Har kuni bitta qo'y yeng mayli, har kuni bir tandir non yeng bir o'zingiz. Har kuni yangi chopon kiying. Lekin noto'g'ri fatvo bermang, maylimi? Bundan keyin men nima desangiz, sizning mana ovqatingiz tayyor, hamma narsangiz tayyor desa, yo'q, o'shanga ham odam rozi bo'lmaydi, xuddiki meni dunyom kelmay qoladi deydi odam. Bu narsa faqat dunyoni yaxshi ko'rishdan boshqa narsa emas. Bu o'zim uchun ham, hammamiz uchun ham tegishli gap bu. Bu birinchidan, ikkinchidan o'limdan qo'rqish. Qalb mustahkam qalblar bo'lsa agar, ya'ni mana shu ikkita narsani hal qilsangiz, dunyo nimaligini tushunsa odam va o'lim bir muhaqqaq narsa, sizning ajalingiz yetmaguncha hech kim o'ldira olmaydi ham, o'lmaysiz ham. Ajalingiz yetib qolsa hech kim olib qola olmaydi. Hech kim dunyo yig'ilsa ham olib qola olmaydi. Agar olib qolganda podshohlar haligacha o'lmagan bo'laydi. Hozirgi podshohlar hech qaysi podshoh bo'lmasdi hozir. Hech kim taxtini bermaydi hozirgilarga. O'sha o'lim borligi uchun hozirgilarga taxt yetib keldi. O'sha o'lim borligi uchun hozirgilarga mansab yetib keldi.
Hozirgilar qozi bo'ldi, muftiy bo'ldi, imom bo'ldi, bo'lmasa domla bo'ldi, bo'lmasa domlachilik qayda edi bizga masalan? Bizning oldingilar bermaydi. Shuning uchun o'lim bor, ya'ni ozroq sabr qilib tursanglar ketamiz, o'rnimizga chiqasizlar yana. Ammor ibn Yosir roziyallohu anhu 80 yosh bo'lgan paytda jihodga chiqar ekan, 80 yoshda. 80 yoshli chol jihodga chiqqanda yonidagilar aytar ekanki, taqsir, sizni qilayotgan ishingizga hech bir yerda musulmonlarda nima yo'q, sizni ishingizni biz qilyapmiz farzi kifoyani. Siz o'tiring, damingizni olib, Alloh taolo sizga uzr bergan. Desa aytgan ekanki, Alloh taolo bizga hech qanaqangi uzr bermadi. Alloh aytdi-ku, infiru xifafan va thiqala. Sizlar xifafan degani yigit holatlaringda ham, thiqalan degani chol holatlaringda ham chiqinglar demayaptimi Alloh degan. Mana shu uchun chiqamiz. 80 yoshlik yosh paytida Ammor ibn Yosir. Bo'lmasa Ammor ibn Yosir Makkada u kishini onasini avrat joyiga Abu Jahl alayhillani nayza tiqib o'ldirgan, o'zi pok qolgan o'lishiga, o'sha kufr kalimasini aytib soq qolgan odam. Eng avvalda islomga kirganlardan. Birinchi islomga kirganlardan o'sha odam 80 yoshga kiryapti. Demak, Rasululloh bilan hamma mashhadlarda, hamma janglarda qatnashgan odam. O'lmadi. 80 yoshga kiryapti. Lekin o'shanda ham qolmayapti. Abu Sufyon roziyallohu anhu, Abu Sufyon kofirlarning kattasi bo'lgan, Uhudda mana ularga raislik qilgan, Xandaqda raislik qilgan odam, Makka fathida islomga kirgan. Ana shu kishi islomga kirgandan keyin shuncha payt islomda zarariga qilgan ishimga bundan keyingi yaxshiliklarim kaforat bo'lsin deb qarrigan paytda, bu kishi ham 80 yoshlariga kirib qolgan paytda jihodga chiqar ekan. Bir o'q kelib ko'ziga sanchilib, ko'zi ko'r bo'lib qolgan ekan. Bitta ko'zi. Yana ozroqdan keyin ikkinchi ko'zi ham ko'r bo'lib qolgan ekan. O'shanday bo'lsa ham bayroqni ko'tarib chiqib baqirib turaman, men baqirib turaman deb chiqar ekan. Musulmonlarni shijoatlantirib turaman, bayroqni ushlab turaman deb 80 yoshli ko'zi ko'r odam. Bo'lmasa Alloh aytib qo'yibdi, "Laysa alal a'ma haraj va la alal a'raj haraj." Ko'zi ko'r odam, ko'zi ojiz odamlarga ham hech qanday haraj yo'q, uyda o'tirsin va cho'loq odamlarga uzr bor, uyda o'tirsin deb Alloh aytib qo'yibdi. Mana shu uzrni olmasdan 80 yosh qarriman demasdan, ko'zim ojiz demasdan shunday chiqyapti. Mana bu qalblar, ya'ni Alloh subhanahu va taolodan boshqadan qo'rqmaydigan qalblar bular. Ana shu narsalar odamdan agar dunyoni muhabbati chiqmasa, odam har xil bahonalarni qiraveradi, bahonadan ko'pi yo'q. Yaxshi yashashni hamma xohlaydi. Lekin yaxshi yashayladimi musulmon odamlar? Mana hozir holatni qarang, musulmonlarning holatini qarang, qanaqa holatda. Musulmonlarning boyligi o'ziniki emas. Mana Saudiyani olasizmi, boshqasini olasizmi? Boyliklar shuncha boylikni Alloh berib qo'yibdi. Kim boshchilik qiladi ularga? Hammasi ularning bankalarda, ularning hisoblarida turadi. Bir joyga bir tiyin bir nafaqa qilsa, ularning ruxsati bilan qilish kerak bo'ladi. Bo'lmasa musulmonlarning ichida xayr sevar odamlar, qancha yaxshi odamlar juda ham ko'p. Faqatgina ozroq bir tushuncha yetmaydi musulmonlarga. Ozroq narsalar yetishmaydi. Agar o'sha narsalar joy-joyiga kelsa, mana buni Qur'on bizni qalbimizni mana shu bilan to'ldiradi. Kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kathiratan biiznillah. Qancha ozginagina jamoatlar katta jamoatlarga g'olib bo'lmadimi Alloh izni bilan? Agar bunga shak qilayotgan bo'lsanglar, agar bunga qalblaring sizlarga buni bu katta narsa-yu bu deyotgan bo'lsanglar, mana Rasulullohni eslanglar g'orda o'tirgan holatini. Alloh qanday yordam berdi? Nima sabab bor edi? Nima sabab bordi Rasulullohdan? Hech demasa bir o'zi. Butun hammasi yig'ilgan maqsadlari bitta Rasulullohni o'ldirish. Chunki Rasululloh chiqib ketgandan keyin haq turibmiz ketibdi demadi-da. Orqasidan istab pul va'da qilib, 100 ta tuya va'da qilib Rasulullohni orqasidan izg'ib harakat qildi bular ushlash uchun. Lekin Alloh taolo o'zini nusratini berdi, Alloh yordam berdi. Bu oyatlar kimga aytilyapti? Valillahi junudus samawati val ard. Kimga bu oyatlar? Osmonlar va yerni askari Allohniki deyapti. Alloh bu kimga aytyapti? Buni bizgami? Albatta mu'minlarga aytyapti. Alloh rasuliga va mu'minlarga yordam berdi. Keyin Alloh qalbga sakinat berdi. Va sizlar ko'rmaydigan askarlar tushirdi. Mana bu askarlar hozir ham o'sha askarlar. Faqatgina bu yerda o'zimiz qilishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Hamma gap o'zimizda.
Ya'ni ana shu ribbiyun kathir degan oyatda davomida Alloh taolo aytadiki, ularni aytayotgan gaplari illa an qalu robbana ighfir lana zunubana. Ey Robbimiz bizni gunohlarimizni kechir deyish bo'ldi. Fa atahumullohu thawabad dunya va husna thawabil akhirah. Alloh taolo ularga dunyoni ham savobini berdi, mukofotini va oxiratda eng yaxshi mukofotini jannatda ham berdi ularga. Mana sahobalar, bitta misol masalan, sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yonida birinchi boshlab iymon keltirganda, masalan Ammor ibn Yosirni oling, Bilolni oling, Habbob ibn Aratni oling, hech o'ylarmidi ular shunday bir holatlar bo'lib ketdi. Abu Hurayrani oling, Abu Hurayra kelganda ochligidan xushdan ketib ko'chalarda yiqilib yotardi. Odamlar o'ylardi, menda jinnilik bor, bu kallasi ba'zan ketib qoladi deb o'ylaydi. Vallohi men jinni emas edim, lekin och edim, hushimdan ketib qolardim. Odamlar bilmasdi buni degan. Mana shunday kishi Madinaning amiri bo'ldi. Madinaning amiri bo'ldi bu odam. O'zlari aytganki, bir paytlar men Ali Busrani uyida quludim degan. Agar ular o'tirsalar men turardim degan. Agar ular otga minib yursa orqasidan piyoda yugurib yurardim degan. Aqumu idza jalasu va ahbu idza rakibu. Ular otda bo'lsa men orqasidan yurg'ilab yurardim, xizmatchi edim. Fazawwajani Allohu bi Busra. Alloh taolo meni Busraga uylab qo'ydi degan. Alhamdulillahillazi ja'ala ad-dina qawama va Abu Hurayrata imama. Dinni qavom qildi, butun hayotimizni tartiblaydigan narsa qilib qo'ygan va Abu Hurayrani imom qilib qo'ygan Allohga hamd bo'lsin. Abu Hurayra 7 uxlab tushiga kirganmidi Madinaning amiri bo'laman degan holat. Ammor ibn Yosirga hech shu odamlarga bosh bo'laman degan narsa xayoliga kelganmikin? Sahobalar yulduzlar bo'ldi. Ular shunday vaqtlar keldiki, ular odamlar ichida yulduz bo'ldi ular. Xuddiki yulduzga qarab odamlar yo'l topganday. Ana zaif hadisda aytilanadi-ku, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum. Ashoblarim yulduzga o'xshaydi, qaysisiga ergashsanglar yo'l topasizlar. Zaif hadis bu. Lekin ma'nosi xuddi holat mana shuni to'g'ri holatda. Ashoblar mana shunday holatda bo'ldi. Ular hayoliga ham kelmagan, buni umid ham qilmagan ular. Ularning maqsadlari bitta edi, faqat jannatga kirish edi. Mana bay'at qilgan paytda, bay'at Rizvondagi bay'at qilishdi va bay'at qilingandan keyin Rasulullohga aytishganki, ey Rasululloh, hozir biz bay'at qildik. Bu bay'atda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa sizga molimiz, jonimiz fido. Da'vatni tarqatishingiz uchun turib beramiz. Farzandlarimiz, ayolimizni nimadan himoya qilsak, shundan sizni ham himoya qilamiz. Bizga nima bo'ladi? Shuni bajarib bersak agar nima bo'ladi? Rasululloh aytdilarki, sizlarga jannat bo'ladi dedilar. Sizlar dunyoning podshosi bo'lasizlar demadilar. Hamma joyda egallaymiz, bittalaring vazir bo'lasizlar, bittalaring u bo'lasizlar, bu bo'lasizlar. Hozir bir xil jamoatlar bor-ku, mansablargacha egallangan. Ya'ni bunaqa qilib dunyo amali uchun oxirat amali qilinmaydi. Oxirat uchun sizlar jannat bo'ladi sizlarga deganda ular aytishdiki, ey Rasululloh, bu bay'atni biz buzmaymiz ham, hech qachon buzishni so'ramaymiz ham degan. La nuqiluha va la nastaqiluha. Ya'ni buni o'zimiz ham buzmaymiz, buzishni so'ramaymiz ham. Bo'ldi, va'da shu degan, bizga jannat bo'lsa bo'ldi degan. Ana shunday tushuncha bilan islomga kirgan odamlar. Boshdan ish mana shu bilan boshlanadi. Maqsadim meniki dunyo bo'lsa agar, nimadir bu yerdan orttirish bo'lsa, yo obro'y, yo odam, yo boshqa, bu ish bilan hech narsa bo'lmaydi, nusrat kelmaydi. Mutlaqo Robbim Alloh degan, Alloh kalimasini ko'taraman degan odam chiqish kerak. Ana o'sha odamlarga Allohning nusrati keladi. Buni bitta misoli sahobalar mana. Va keyin qilinadigan ishlar iymon, taqvo va qo'limizdan kelgan sababni qilishimiz. Nima qila olasiz? O'zingizni o'zingiz ojiz sanamaysiz. Meni pulim yo'q, meni mansabim yo'q, palonchada mansabim bo'lganda, oho, men muftiy bo'lganimda borku, bunday qilmaydim men. Men muftiy bo'lganimda hozir bunday odamlarga bunaqa fatvolar bermaydim deb muftiyni yomonlab yuribsiz. Lekin sizni o'zingiz hozir qilishingiz kerak bo'lgan narsada nimani qilyapsiz? O'zingizga savol bersangiz, mana shunda musulmonlarning ahvolini bilasizki, biz musulmon degan ot bilan bo'lgan bilan, lekin jumlatan olganda xuddi Rasululloh aytganlaridek dengizni ko'pigidek ko'pik bo'lib qolasizlar. Ichi puch bo'lgan, piq qitib ketadi, ichidan hech vaqo chiqmaydi. Ana shunday bo'lib qolishdan Alloh asrasin. Mana bu narsani bizni Qur'on bizni ma'rifatga to'ldiradi va bizga g'alaba sirlarini o'rgatadi. G'olib bo'lish uchun nima bo'lish kerak ekan?
Allohning nusrati kelish uchun qanday bo'lish kerak ekan odam? Avvalambor nusrat ahli bo'lishimiz kerak ekan. Alloh subhanahu va taoloni ya'ni nusrati tushadigan loyiq odamlar bo'lish kerak. Ularning sifatlari mana Qur'onda kimlar ekanligi bizga yaqqol bayon qilib berilyapti. Alloh taolo qalblarimizni isloh qilsin. Alloh taolo o'zi nusrat ahlidan qilsin hammamizni. Musulmonlarni zaifligiga Alloh taolo o'zi yordam bersin. Islomda aziz qiladigan kishilardan qilsin, o'zini yo'lida xizmat qildirsin, o'zini yo'lida ishlatsin hammamizni. Alloh taolo bizni ketkizib o'rnimizga boshqalarni keltirmasin, balki o'zini diniga hammamizni xizmat qildirsin. O'tgandagi kamchiliklarimizni to'ldiradigan imkoniyatlar bersin Alloh taolo. Hammamizda xato kamchiliklar bor. Qancha kunlarda o'tkazdik, qancha fursatlar o'tkazdik, qancha xatolar qildik. Alloh taolo o'shalarni hammasini yuvadigan ishlarga muvaffaq qilsin hammamizni. Gunohlarimizni mag'firat qilsin. Qiyomat kunida Firdavs jannatlarida nabiylar, siddiqlar, shuhada va solihinlar bilan birga qilsin. Allohumma amin. Va sallallohu ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Valhamdulillahi robbil alamin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.